Rabbimdan duoda so'rardim doim. Xayrli insonlar bilan to'lsin atrofim. Quvonchu shodlikka bo'lishsin manba, suyanchim, ilhomim g'amlikda dalda. U berar doim. Alloh karimdir, behikmat ish qilish aybidan pokdir. Ziyodasi bilan ato ham qildi, ziyolilar bilan atrofim to'ldi. Ammo qolmas ekan hech kim to abad. O'tkinchi dunyo-ku sinalamiz albat. Odamlaru yaqinlar bilan, sevimli, qadrli insonlar bilan. Har birin vazifasi bo'lar ekanda, vazifani bajarib ketar ekanda, ba'zilar yuksaltirar maqsadlaringni, orzularingga qanot bag'ishlar, qalbga nur sochib umid uyg'otar. Ba'zilar ishonchni bir pulga sotar. Ba'zilar yurakka iliqlik berar, ba'zilar u yurakni parchalab ketar. Ba'zilar baxsh etar yuksak qadrni, ba'zilar shunchaki xotiralarni.